Assalomu alaykum. Saidbek kanalining hurmatli obunachilar, akalar, bugun bizda menga viloyat To'raqo'rg'on tumani Shohidon bozoridamiz. Bozorimiz bizda uzoq bo'lsin. Xo'p, hurmatli obunachilar, shu yerdagi uloqchotlarning narxlari bilan bir qator tanishtirib o'tamiz. Videomizni qo'llab-quvvatlash uchun buradan like bosmasdan so'rnomlar olib qo'yasizlar. Mehnatimizni ozgina qadrlagan holatda ko'p otanga rahmat tursin, to'g'risi sizlar uchun biz mehnatdan charchamaymiz, hurmatli obunachilar. Xo'p, bugungi sanalarimiz 17-mart, hafta kuni seshanba 2026-yil. Bu san shu yerdagi otlarning narxlari bilan bir qator tanishtirib o'tamiz. Bu yerda qaysidir ot savdosi bilan savdosi bo'lyapti. Mana shu otdan boshlaymiz. Ustoga hormang. Salom. Ot parodasi qanaqa ekan aka? Ha, dancha bilan chachishgan aka. Dancha bilan chachishgan otimiz. Narx nechi pul? 4000 dollar. 4000 kam bor. Oyog'ida 3 ta oq qashqasi ham bor ekan. Yosh necha yashar aka? 8 yosh. Ulog'i bor a? Garantiya bor. Ulog'iga xudo xolasa garantiyasini berishyapti madamasa. Bo'ylari necha? 160. 160. 160 ga o'rgansin madamasa. Ovullarni ham ko'ryapsizlar, yot. Kallasi ham boshqacha yaltirab turibdi otimiz. Bozorda yagonotlardan bittasi ham bo'laveradi. Aka telefon raqami aytingchi? 93lik 524 0750 ha? Zo'r. Hurmatli obunachilar, akamiz yig'ilib ko'rasizlar. Shunaqangi otlarda yana bormi aka? Bor aka, to'pay. Aloqaga chiqsa, xudo xolasa, ish bitadi, Allohchat keladi. Zo'r. Hurmatli obunachilar, bemalol akamiz yig'ilib ko'rasizlar. Mana shu yerda Merlin otimiz ham bor ekan, hurmatli obunachilar. Katta marralar ko'rgan. O Merlin kimdan aka? Asqolon o'zlaridan. Narxi necha bo'lgan buni? O'zing aytasiz? Nega? Sotildimi? Yaxshi, barakasi bersin. Sotilib ketdi. Qanchaga? 30 million 520. Kim oldi uni? Mingbuloqqa ketdi Hojekbar degan ukamizga. 31 million 500 ga? 30 million 500. 30 million 500 ga savdosi bilan hurmatli obunachilar. Xo'p, hurmatli obunachilar. Ot narxi nechi bo'lgan aka? Alaykum aka. Alaykum assalom. Raqamni aylantiringchi. Yo'q, boshqacha yuradigan o'xshyapti. Aylantiringchi baqa. Narxi nechi pul buni? Narxi 28 million deyapti. 28 million kam bor ekan, hurmatli obunachilar. Ulog'i bor a? Yo, yosh bu. Yoshmi? Endi yangi azoga. Yaxshi. Yo'llari yaxshi xolos-a? Savdosi bo'ldimi? Savdosi. Savdosi yo'q bo'lgan. Ha, jazma savdosi bo'lmadi. Zo'r. Bo'ylari necha? Uylari 50 plyusda aka. 50 plyusga o'rgan hurmatli obunachilar bo'ylari. Lekin otimiz chiroyli, sifatli ot ekan. Telefon raqami aytingchi? 93lik 93lik 938 938 9347. 9347. Zo'r. Kimga so'raymiz? Qollarimiz keladi. Savdosangiz. Yana bormi? Yo'q aka. Mana shu bitta. Zo'r. Shu ham bu ot nechi bo'lgan? 21 million kam bormi? Zo'r. Beziga ukamiz o'zlari milklar. Yuvosh ekan, xudo xolasa. Zo'r. Yosh necha yashar? 3 yasharmi? Yurib, bir yil sotib chiqqan. Yoshi 3 yashar. Sizdan bo'lsa-ku? Ukamiz olib ketib qoldi. O qora ot kimdan aka? Xo'p, keyingi otimiz o'ramiz. So'ga hormang. Qanday yaxshimcha sen. Otimiz narxi nechi bo'lgan aka? 4000. Kam bor?
Zo'r. Kallasini bitta ko'taringchi. Jon. Yosh necha yashar ekan? 9 yashar. Ulog'i bor. Oldiga ishlab beraveradi, chiroyli qilib. Gavdasiga yarasha. Bo'ylari necha ekan? 170 plyusga olaverasizlar. Xo'p, ulog'iga garantiya berasiz, savdo qilsa. Oldiga ishlayveradi. Telefon raqami aytingchi? 94lik 279 43 71. Hurmatli obunachilar, akamizga bemalol qochib ko'rasizlar. Parodasi qanaqa? Parodasi? Qorabay, ha? Yaxshi. Xo'p, bo'lmasam keyingi otlarimizga o'tamiz. Jon. Ot narxi nechta ekan buni? 6000 nechtami? Saidbeguz. So'ga ot narxi nechta ekan buni? 22 million? 7 million. Yosh necha yashar? 9 yashar. Buni aylantiringchi. Yosh 9 yashar ekan, hurmatli obunachilar. 22 million. Kam bor ekan ot. Zo'r. Savdosi bo'ldimi aka? Savdosi? Hal jazman savdosi. 27 million kam bo'lishyapti. Bo'ylari necha? 150 atrofida. Ulog'i bor, xudo orqaga ishlab beraveradi, chiroyli. Telefon raqami aytingchi? Telefon raqami 93lik 895 15 15 ekan. Akamizga yolg'iz. Qani kichkinalar. Baraka bo'lyaptimi? Ha, bo'lyapti. Qanchaga chiqdi savdosi? Oldi, akamiz javob bersa. Xo'p, hurmatli obunachilar, keyingi otlarimizga o'tamiz. Ustaga ot narxi nechta ash qorani? Maşallah, boshqacha olsa ekan. Ot sotiladimi aka? Narxi nechta aka? Qancha? 30 million ekan, hurmatli obunachilar. Ha, otimizga qancha chapmas ekan. Yosh necha yashar? 7 yosh. Bitta qaytarib qo'yingchi. Ha, bo'pti. Yaxshi. Tanishtiramizmi? Bo'lmasam keyingi otlarimizga o'tamiz. Assalomu alaykum. Aka, o'zingiz yaxshimi, chachchim? Yaxshi etib oldingizmi? Necha bosh aka bu yunga? 6 yashar. Ha, nechta keldi? Mana bitta xolosmi? Yana bitta bor. Yosh 6 yashar. Narxi nechta ekan aka? Bo'ylari 1.60. Bosh arava. Aha. Universal. Yo'li bor. Yuvash. Narxi
35 milyon kam bor ekan hurmatli obunachilar. Tim qora yaltirab turibdi otimiz. 5 qashda. Jon bu. Zo'r. Qarobasi qanaqa ekan? Qorabay. Qorabay. Savdosi bo'ldimi? Har xil bo'lib turibdi-da. Bo'ldi yani. Telefon raqami netinchi? 93lik. 253 3696. Hurmatli obunachilar, akamizga bemalol aloqasiz qolasizlar. Bo'ylari necha chiqadi aka? 160 kilosi. Mana 30 million deyotganlar 99lik. 601. Qolgan necha edi? Nomeringiz oxiri 89 8900 ekan. 640. 99 ya? 30 milyon kam bor deyishyapti turadi ekan bu. Bunlar necha pul? Satıldı bu. Qanchaga? 20 milyonga. 20 millionga barakasi olsun hurmatli obunachilar. Bo'ylari biri 40 kilos, biri 50 ga qoladi. Ustoga ot narxi necha pul ekan buni? Akamiz $90 qo'yibdilar. Xo'p, hurmatli obunachilar, bundan so'ng shu videomizni yakunlaymiz. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasizlar. Bizlarni like, bosib qo'yishingiz chiqmasin.